Ushbu kokteyl xotirani mustahkamlashga, tanadagi har bir hujayrani kislorod bilan ta'minlashga, qon aylanishini yaxshilashga hamda quvvatni oshirishga yordam beradi. Bu organizmdagi asosiy tozalov a'zolari, jigar va buyrak faoliyatini ham yaxshilaydi. Bu hech qanaqa reklama emas, xohlagan aptekangizdan olishingiz mumkin. Retsept ham sizga qimmatga tushmaydi. Retsept tarkibi ham juda ham oddiy. Buning uchun oddiy natriy xlor eritmasiga vitamin C, ya'ni askorbinoid kislota hamda levokarnitinni aralashtirasiz. Qancha miqdorda va qancha dozada aralashtirish kasallikning holatiga, bemorning yoshiga, tana vazniga bog'liq. Kokteyl tarkibidagi asosiy modda levokarnitin hamda vitamin C hisoblanadi. Levokarnitin yog' kislotalarini hujayra ichiga, ya'ni mitoxondriyaga kirishiga yordam beradi. Natijada juda ham ko'p miqdorda ATF, energiya hosil bo'ladi. Askorbinoid kislota esa juda ham kuchli antioksidant, tanani erkin radikallardan, har xil chiqindilardan tozalaydi. Generalniy uborka hamda quvvatlashdan keyin har qanday kasallikni yengish oson bo'ladi. Videoni saqlab qo'ying. Agar sizda ham shunaqa surunkali kasalliklar bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Men sizga arzon dorilar bilan samarali davolanishingizga yordam beraman. Har safar foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.